Lekin qadrbaland qadrdonlarimiz YouTube ahli charchamadinglarmi ishlar bilan? Mana 2015-yil Nexia'miz benzinda yurgandi. 3 kun bo'ldi propan qo'yganmiz. Hali texpasportga ham propan urilgan yo'q, lekin urib beramiz dokumentga. Benzinda yurgan, metan hech bola qo'yilmagan. Pachka balon qo'ydik. 4 ta kamplik kalpak qo'ydik. Mana holatlari, mana ichki holatlari akalar. Ukalar mana bemalol ko'rib, yangi chexolchalar qo'ydik. Bemalol ko'rib olishlaringiz mumkin. Kimgadir qiziqarli bo'lsa 15 million bilan Vikipga chiqaveradi. Xohlasangiz bank orqali ham bo'ladi. Mana shu mashina akalar. Benzinga ham, propanda ham ishlaydi. Mashina kamchiligi yo'q hozir, dalni moment. Prostoy 2015-yil. Hozir oldi qismini ham ko'rsataman. 2015-yil mashinamiz. Qarshi shahardagi mana holatlari hamma joyi yaxshi. Mashinaning sostenasi yaxshi holatda turibdi. Kimgadir qiziqarli bo'lsa, aloqaga chiqingizlar. Kelishtirib qilib beramiz. Variantlar bor, bank bor, Vikipga bor. Kimgadir qiziqarli bo'lsa, aloqaga chiqingizlar. Obuna bo'lishlarni unutmanglar, like bosib qo'yingizlar. Like bosgan qo'llaringiz dard urmasin. Qashqadaryo viloyatiga beriladi. Qashqadaryo viloyatiga mashin Vikipga ham, narxga ham, avtokreditga ham bo'laveradi akalar. Kimgadir qiziqarli bo'lsa, aloqaga chiqingizlar, gaplashamiz. Mashinda 55 million deyapman. Mana shu mashin. Bir ikki qism o't berish joylari bor.